Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilerin en büyük sultanlardan El-Mustaz'i Billah'nınki hayatı bilen tanışıp çıkıvatkan. Biz hem bu devirde ölüp ketken, muş zatınki devirde ölüp ketken en meşhur şahslar hakkında toxtulup ötümüz. Mustaz'i'nin zamanınızda ölüp ketken büyük şahslardan İbnül Haşşab'ın Nahvi degan büyük bir grammatikashunos Arab shoiri. Bu zat Hijriye 492 yıl tug'ilgan bo'lib, Hijriye 567 yılı, yani miladiye 1172 yılı Bag'dodda o'lib ketgan. Demak, bu adam Seljuk davrining eng oxirgi paytlarida yashagan deyishga bo'ladi. O'zi nihoyatda xushchaqchaq odam bo'lib, bir yoqtirilmaydigan ishi avam xalq bilan yo'l bo'yida ko'chada shaxmat o'ynaydigan ishi bor ekan. Bu odamniki Vazir ibn Hubayrining Muqaddima nomli bir nahv kitobi bor-da, shuni sharhlagan 4 tom qilib. Undan boshqa Al-Murtajal fi Sharh al-Jumal nomli kitoblar bor. Ar-Radd ala at-Tabriz fi Tahzib al-Islah, Naqd al-Maqamat al-Haririyya qatorli kitoblar. Demak, bu öz devirdeki büyük lug'atshunos, adib, büyük bir shaxslardan. Bu devirde ölüp ketgan yana bir büyük shaxs Allama öz devirde bütün grammatikchilarning podshoh sardori deb atalgan Abu Nazar Hasan ibn Safi degan kishi. Bu kishini biz grammatikchilarning podshohi deb ataymiz. Bag'dodda 489 yil tug'ilib, 568 yıl ölüp ketken Hijriye. Bag'dodda dastlabki Şafii mezhebde o'qib yetilgan bu adam. Usul fiqh o'qigan, masalan, El-Vajiz, El-Vasit nomli kitoblarni o'qiganda, masalan, Abul Fatih ibn Burhonni o'qigan. Bu mashhur ayni davrdagi grammatikarshunos. Xurason, G'azna qatorliq diyorlarga, Sham, Vasit qatorliq diyorlarga berib, shu yerda ilm tahsil qilgan. En büyük namoyandilik shaxslardan. Demak, bu adam shu grammatika ilmida utuq qozongan, voyaga yetgan. O'zini aytdi, zaki, zerak, bir narsani yaxshi tushunadigan odam. Bu odamning o'zida biroz tantaglik yoki o'ziga bir tamanno qo'shib bormi, Allohu alam, o'zini grammatikachilarning podshohi Malikun Nuhat deb laqab qo'yib olgan ekan, o'ziga o'zi. Başkalar mesela bu adamın Melik-i Nuhat demişse onlardan bir xil açıqlaydı ekanda. Bu cihetten biraz tentekte kılındı bu adam. Bu adamınki fıkhi ilmida, ilmi kalam, usul, nahvi qatorliq cihette ilim kurulması nayeti yaxshi. Bu kishininki bir she'rlar to'plami bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nayeti go'zal qasidalar bilan maqtagan. Damashqda 568 yil o'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük alloma Abul Ala Hamazani namıyla meşhur bo'lgan Hasan ibn Ahmed ibn Hasan ibn Ahmed degan kishi. Öz davrinin islom shayxi, dağlıq qori, hafiz. Hamazanda, İran'ın Hamazanda hiç bir adam shak shubi qilmag'idek darajadagi büyük bir ustaz. Hijriye 488 yili bu adam shu diyorlarda tug'ilgan. Hamazanda nurg'un kishilarda o'qigan, Bag'dodda o'qigan, Asbahanlarda o'qigan. Demak, Xurason, Iroqiy ajam, Iroqiy arablarning hamma diyorlarida pishib yetilgan. Sahih Muslimni o'qigan masalan undan boshqa. Ham bu tajvid qiroat ilmida o'z davrida axir ko'zi ko'ringan odam. Boshqalarga masalan ijozat bergan bu jihatda. Bu nihoyat yetuklik bu jihat. Hem hadisda, hem Qur'on tajvid ilmida yetilmak İslam ulamolarının bu nayeti yuqori fazilati. O'zi nayet nafsi, nayet kuchlik, izzatlik odam. O'zi nayet sihi, mard, yo'ldan o'tgan, kechgan musofirlarga nayet ko'p ahli ikrom qiladigan buyuklardan. Bu odamning shu zoidlik haqida hadisda bir nechta kitoblar bo'lgan. Bo'lapmi shu Zodil Musofir deydigan bir kitob yozgan 50 tomlik. Bu kitoblar hozir bormi yo'qmi uqmaymiz. Bo'lmagan taqdirda buningdek mazmunlar qolgan bo'lishi mumkin. Qiroat ilmidimi, tajvid ilmidimi,
Mesela nayet zor kitaplar var. Mesela Qarilarni bilish deydigan bir kitobi borda 20 tomliq. Bu nayet yaxshi yozilgan. Ayni vaqtida Xavarizm, Sham shu diyarlarga berib bu kitoblar tarqalgan. O'zining kelib chiqishi nayetda savdogarlar oilasidan bo'lsa-mu, dadasidan qilib qolgan mol dunyoning hammasini setib, shuni ilm yo'lida sarf qilgan. Bag'dod asbahallarga nurg'on qatim kitoblarni yudib berib o'qigan bunday qildi. Bag'dodlarda masjidni qunatdim deydi. Teriq nonlarni yeytdim deydi bu odam. Teriq non ne? Demak, bu ma'naviyat bilan shug'ullangan, ilm ma'rifat bilan shug'ullangan odamlar mol dunyoga bog'langan vaqtida buningdan hikmat üzülüp qoladi. Qalbi quriydi bunday odamlarniki. Mol dunyo bo'lsa yaxshi. Qalbni pardilmagan ahvol ostida. Ammo bu odamlar ota-onasidan qolgan mol dunyoni ilm yo'lida o'quvchilariga, saboqdoshlariga mush yo'lda taqatgan, mush yo'lda hajlagan, yo'qotgan buyuklardan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxslardan Nasihuddin ibn Dahhanun Nahvi degan buyuk grammatikanshunos ulamo. Bu kishi Hijriya 494 tug'ilib, Hijriya 569, milodiya 1174 to'g'ri keldi. İsmi Said ibn Mubarak ismi bilan mashhur. Lekin Ibn Dahhan desa bek tanishliq. Chunki bu odam adabiyot sohasida, tilshunoslik sohasida yetilgan. Tug'ilgan, o'lib ketgan yoki o'sib yetilgan o'rni asosan Bag'dod, Iroqda. Bu odam nurg'un kishilarni o'qitgan, asarlari nihoyatda jiq bu odamniki. Ko'p asarlarni yozganligi qayd qilindi. Masalan, Tafsirul Qur'on, Sharhul Izoh, Ad-Durus nahvi haqida shundoq bir kitoblar yozilgan. An-Nukat val Isharat ala alsinatil hayvonot deganga o'xshash, masalan, Zuhrur Riyoz 7 tomliq. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxs Abul Qasim Ali ibn Hasan Hibatulloh ibn Asakir nomi bilan mashhur bo'lgan kishi. Hijriya 499-yilda tug'ilib, Hijriya 571-yilda o'lib ketgan. Sham diyorining buyuk hofizi, muhaddisi. Qabrisi hozir shu Babu Sag'ir degan yerda joylashgan Damashqda. Bu kishiniki asli dadasi taqvo, ilmni yaxshi ko'radigan, ulamolar bilan unsulpat qilib o'tirib qo'pash qiladigan, ulamolarni hurmatlaydigan odam. Onasi munoyat fazilatli bir ilm oilasidan kelib chiqqan. Bu jihatda bu odam shunga ota-onaniki ta'siriga bakrak uchragan. Ham dadasimi ayni vaqtida masalan qozi ekanda, oqsi Abul Muallimo qozi ekan. Demak, bular bir ilm ma'rifatli oilalar deyishga bo'ladi bu odamni. Shunlashqa o'ziniki dastlabki savodini, ilm qurilmasini oilada 6 yoshdan boshlab o'qishga boshlagan. 6 yoshda hadis anglashga boshlagan deyilibdi. Onundan boshqa o'sib yetilishiga ergishib, Damashqniki Shamning nurg'un ulamolarida o'qigan bu odam. Shu davrdagi katta ulamolarda o'qigan. Onundan boshqa Hijriya 521da, ya'ni 21 yosh, 22 yosh paytlari Bag'dodliga, Makka mukarramliga berib shu yerda o'qigan, Madinalarda o'qigan. Bu shu safar jarayoni bu odamning 5 yillik vaqtini olgan. Bu jarayonda nurg'un ulamolar bilan uchrashib, shularning ta'siriga uchrab, 10 yilg'an mujaddidatlik to'plamli kitoblarni o'qib tugatgan. Ayni vaqtida. Masalan, bular tarix kitoblariga ahamiyat berdi. Masalan, Zubayr ibn Bakrning Quraysh nasabi degan kitobini o'qigan. U vaqtida o'qigan vaqtida bundan o'qimaydi. Bir ustozlar shu kitobni o'qib, boshdan oyoq o'qib tugtidi. Masalan, Ibn Sa'diyning Tabaqatul Kubrani o'qigan ustozlarda. Abul Qasim Samarqandini uzun mezgil ustoz o'tgan o'qigan. Mesela Abul Qasim Samarqandiydan bu adam İbn Sa'dning Siyar degan kitobini, Tarixul Xulafa deymiz, Ibn Majinin. Mush kitoblarni o'qigan. Mu'jamus Sahabi deymiz, Ma'rifat tarix deymiz. Bu odamning o'qigan kitoblari jiqdir tarixiy jihatda. Uning keyinda bu odam
Hicriye 529 yılı yani bir kıtım sefer kıldı da İran, Khurasan, Esbahan, Beyhaq, Rey, Nişapur, Toz, Merve. Bu jarayanda bu diyarlarındaki kat ölümalardan bu yani şerh diken ait kat muhaddisler boludu o. Bular da hadis okugan, tarih ilimlerini okugan. Bu adam keyin yani 4 yildan keyin yani qaytib kelgan. Qaytib kelib o'zing meşhur olab ketdi da hamda nurg'un asarlarni o'qidi, pishdi, yetildi. Ustozlar nurg'un ustoz darajalik odamlar bu odamga qarshi kelib ilm tahsil qilgan Damashqda. Şoňlaşqa bu adam muş kelgen baraber Damashqda yaşap ilm egütiş, muzakir qilish, ilm tahsil qilish bilan meşgul boluş bilan birge Tarixi Damashq degan nomli kitobni yozgan. Bu Tarix Damashq degan kitap bu nəhayət acayip zor eser bu. Tarix cihetdə. Bu 76 tomlik tarix bir kitap bu. Bu Tarixi Damashqni bu adam yazış üçün nəhayət nurg'un o'ylarni qilgan, xiyol qilgan. Bu nəhayət yosh, go'dak vaqtlarda yozgan kitap emas, rasmiy pishib yetilgan vaqtida yozgan kitap bu. Mush kitobni yozish bilan bu odamning umri oxirlashgan. Ya'ni demak bu odamning bir umr hayotini olgan kitap bu. Nurg'un vaqt odam o'rinlashib qoladi, suslashib qoladi. Endi yanay degan vaqtida Nuriddin Mahmud yani Nuriddin Zenki bo'lsa kerak, buning quliqiga yetib shu vaqtida Damashq Halabning podshosi Ibn Sakirga odam avatib, himmatini bu odam boshqacha ko'targan, irodasini oshirgan. Qaytadan bu kitobni yozishga tushgan bu odam. Oxiri bu kitob Hijriya 559-yili, milodiy 1163-ga mush vaqtda bitib chiqqan bu kitob. Bu keyin hamda o'g'li Qosim bu kitobni qaytadan ratlab, tahrirlab, dadisi beshida bor 565-yili bekor bo'lgan. Dadisi da o'qigan bu kitobni 70 necha qismliq 75 mi yo 76 mashtaroq. Ba'zi chaliqaga yerlarini qo'shib, o'chirgan yerlarini o'chirib, xatolashgan yerlarini to'g'rilab, oxiri mana biz hozir ko'rayotgan shakldagidek bitib chiqqan. Men bu kitobni doktorlik maqolamga tizimlatgan bu kitobni men. Tarixi Damashqni. Tarixi Damashqdagi mush kitobni yozish jarayonidagi foydalangan manbalar degan asosda aşağıdaki bütün kitaplarning manbalari bor-da, birma-bir men ko'rib chiqqan bu kitobni. Aşağıdaki muhim mazmunlarda Tarix Damashqni yozgan asarlarning ba'zi uchurlari bor shu kitobda. Shu kitoblardagi mesela qanday kitoblardan foydalandi, mesela qanday rivoyatlardan foydalandi. Mushni asos qilib turib men bir doktorlik maqolamni yozib, bir yil ishlagandan keyin o kitobni bizdan burroq birisi tizimlag'achqa boshqa universitetda Ordondamiki ishtaroq shundan bu bekor bo'lib ketgan. Bu nəhayət büyük bir əsər bu. Bu kişiniki onundan başqa nəhayət 30 neçə kitabı balıqı xatırlanıbdı. Köpləri asasən bu tarix cəhətdə ölümalarning hayatı, xəbərləri haqqında, onundan başqa müzahitlik haqqında bu nəhayət nurg'un əsərlər var. Andan parça 40 hadis deb bu odamning shu 40 hadis haqida nurg'un kitoblar bor. Masalan 40 hadis cihat haqidagi 40 hadis deymiz masalan. Shunga o'xshash. Bu bir buyuk alloma. Bu zatniki nasabi kelib chiqishi Imom Shofiyninki navrisidan ekan. Undaqda bu Quraysh bo'ladi, Quraysh. Yani bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan Hays Bays degan shoir. Bu nəhayət məşhur şair Hays Bays deyimiz, amma ismi Sa'd ibn Muhammad Abul Pavaris namı ilə məşhur. Şafi məzhəbinin böyük fəqihisi, Reydə oxuyan bugünkü Tehranda. Tehran desək Şia emas, bugünkü Şialar emas. Bu eyni vaxtda bunun sünni diyar bu. İslam dünyasına, İslam mədəniyyətinə nəhayət zor töhfələrini qoşqan böyük allama, feylasuflar, zahidlər, əvliyalar çıxan diyarlar. Yəni keyinki yaxın dövrdə bu Şiaga aylanıb ketgan. Şu Qur'anlık bisimden tüpeyildi. Bu adam şu ixtilafi meselelerini nəhayət yaxşı biladigan. Eyni vaxtda hem de fəqihlər arasındakı münazirələr ilmi kalam arqılıq şəkillendi. Bu cəhətdə bir talantı olmasa bu sahaya kirənməydi bular. Özü nəhayət edib buluşla birgə nəhayət balağətlik, pasahatlik əsərlərini yazadigan
Arablarning tarixini aytdi, ularningki lahjalardan tortib yaxshi biladigan odam. Boshqa odam gap qilsa, shu arabcha ham gap qiladi ekan. Nemishqa Paris diyarida cho'ng bo'lgan. Lekin arabcha gap qilgan. Chunki bu odamning asli nasibidan kelib chiqishi arab, Tamim qabilasidan bo'ladi. Davomli bunu qilich esib ekan arablardek. Arablarning kiyimini kiyib oldi ekan. Demak, mush vaqtlar bu odamlarda mesela nima va deganda bir xil arablik g'urur, izzat bor ekanda, ya'ni millatchilik tuyg'u bor. Urf-odatga an'anavilik ahamiyat beradigan tuyg'u bor. Bu yaxshi avval o'zining aslini unutmaslik degan. Bu odamni nemishqa haysbays deb atalgan desa, bir kuni bu kishilarni ko'rib qopdi-da, anaat beharomlik bir harakatda. Shuningdek bu odam mundaq debdi. Nim bu haq bu haysbays yani qalayimqanchilik bilan shug'ullangandu debdi. Bu haysbays degan ayet varang churun qalayimqan bu yan giralishib ketgan holatni bildiradigan kelime-da. Shuningdek buni boshqalar keyingi mezgilda haysbays deb atagan. Chunki arablarmi kishilar masalan haysbays bo'lib ketdi desa, nəhayət qattiq mundaq bir xil ig'ir ishlar bilan garang-gurung bo'lib ketdi desa, men haysbays deb qo'ydi. Bu büyük allama adib Hijriya 574-yili Bag'dodda o'lib ketib, Quraysh qabristonligi degan qabristonlik bo'lganda shu paytlarda, zamonlarda shu yerda dafn qilingan. Onundan başqa bu davrlarda o'lib ketgan büyüklerden Hafiz Ebu Bekir ibn Xayr degan kishi. Yani Muhammed ibn Xayr mi deymiz? Yani İbn Xayr İşbili namı ile meşhur. Hicriye 502-yili tug'ilib, Hicriye 575-yili, yani miladiye 1179-yili o'lib ketgan. O'z davrining Andalusning büyük allamisi, Işbiliyada yaşagan grammatikşunas, lug'atshunos, tajvidchi, qori, Hafiz degan gap yani muhaddislikni bildiradigan bir atalg'i o'z davrida. Bu odam İspaniyaning Işbiliyada Hijriya 518-lam ilm egallashni boshlab, shu diyorningki nurg'un ulamolarda o'qigan. Andalusning shaharlarida Qurtuba deymiz, Işbiliyada o'qigan. Hamda Andalus ayni vaqtida bir islom madaniyatining eng cho'ng bir yoki markaziy muhim o'rinlardan biri. Bu g'arbdagi nihoyatda büyük bir o'rin. Hatta Avrupaning ulamolarimiz shu yerga o'ziniki bolalarini avatib ilm tahsil qiladigan bir cho'ng bir universitet bu. Andalus, İspaniya. Mana bu odam shu vaqtlarda yashagan. Bu odamning yashagan payti asosan shu Murabitullah davriga to'g'ri keladi. Bu adam ayni vaqtida shu Andalusdagi Murabitul amirlarining biri Sahih Muslimni bir ko'chirib bering degan ekan bu odamga, desa ma'qul deb Sahih Muslimni nati chiroyli qilib tajvidlik deb shu zizavarlik bo'lish kerakda. Puxta qilib ko'chirib bergan. Buni hatto shu davrda yana qayta 3 qo'l yozma bor ekan. Shuni silishtirib xato bo'lib qolmasin deb. Shuna yozgan. Oxirida mush odamning yozgan mush nusxasi Mag'rib ulamolariniki bir asos qo'llanilgan materialga aylangan. Va Sahih Muslimni eng yaxshi ko'chirilgan to'g'ri nusxasi shu deb qaralgan. Bu büyük allama Qurtubada o'lib ketgan. 70 yoshga bo'lgan vaqtida. Endi shu vaqtdagi Qurtubaninki hokimi Qurtuba jamiyasining imomligini qilib bering desa ma'qul degan bu odam. Hozir Qurtuba jamiyasi hozirmi bor buningda? Hozirmi bor? Hozir Andalus İspaniyaliklar uni nima qilyapti? Muzey qilyapti. Shu davrdagi qanchalik bir tuhfikor ustuning yasaganligini, madaniyatning naqadar gullanganligini bildiradigan büyük bir namoyanda asar hozirqada. Yevropadagi qarindoshlar İspaniyaga borsanglar ko'rib baqsanglar bo'ladi, Qurtuba jamiyasini. Shu imomlikdan bu odam maosh olib shu diyorlarda o'lib ketganimda. Bu odamning Fihris nomli kitobi bor. Bu kitobda asosan shu qadimgi asarlarni, yozuvchilarni tanishtirgan, buni aytib zo'r asar bu jihatda.
Bu kitaptaki İslam dünyası koşulgan töhbeleri Endalus, İspaniyada yazılgan aynı vaxtdaki eserlerinin katalogu, ulemalarning hayatı tercümali bunun berilgan. Bu şərqdəki ulemalar bilməydiğən bir noktada. Bu demək Arap İslam medeniyetiga qo'shgan zor bir töhbe bu. Bu kitapta 1045 tane eser berilgan. Bu eserler Kur'an ilmi, fiqh ilmi, lügat ilmi, qatarlıq har qaysi hadis ilmi deymiz, türlü pəlləyə qarta bölünüb çıqqan. Bu bək çoğun bir ilgirləş bu ayni davirdiki. Yaxşıra bu kitap hazır bakena. Bu kitap hazır baken. Bu İbnül Arabi degan kishininki shagird bo'ladi. Bu hali Sofi İbnül Arabi emas. G'azzalining shagirdi İbnül Arabi. Bu kitap hazır muboyib berilibdi. Shuning bilan mush davrda o'lib ketgan mashhur shaxslarning ayati ko'pkan. Bugun biz mushunchalik to'xtaldik, ham chunki kitobda ezilgan mushunchalik. Alloh xolisa biz keyingi darsimizda Abbosiylarning yangi xalifasi haqida to'xtalamiz. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.